2025-yil dekabr oyi va 2026-yil, ya'ni yanvar oyi umra safariga borish narxlari necha puldan bo'lyapti? Dekabr oyiga ulgurmayman deyapsiz. O'shaning uchun yanvar oyini ham aytib o'tib ketyapmiz do'stlar. Qaranglar, Centrum Holidays kompaniyasidan 2025-yil va 2026-yil umra safariga borish narxlarini to'liqroq ma'lumotni olib beraman. Undan tashqari Saudiya Arabistonda gastinisalarda va yeb ichish va ellikboshi va sayohat ziyoratlarida savollaringizga javob olib beraman degan umiddaman do'stlar. Videoga like bosib, kommentariyada tez kunda bizga ham borishlik nasib qilsin deb yozib berishni esdan chiqarmanglar. Abdulvohid aka, avvalambor assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlarmi aka? Alhamdulillah, xizmat bilan. Xudoga shukr. Inshaalloh yilning oxirgi oyida turibmiz, ya'ni dekabrda yarimidan o'tyapmiz. Xudo xolasa, oyda oxiriga ko'pchilik niyat qilyapti, umra safariga boraman deb. Va undan tashqari yanvar oyida ham boraman deb niyat qilayotgan do'stlarimiz bor. Kommentariyada yozishyapti. Shunga savolga javob olib bersak, nima deysiz aka? Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turgan hojiona, hojatlarim omonmisizlar. Alhamdulillah, biz ham yaxshimiz. Siz ham yaxshi keldingiz inshaalloh. Xudo xolasa aka. Reyslar qayerlardan, qaysi viloyatlardan uchilyapti? Birinchi savollarni bersangiz, yurtdoshlarimizga ko'proq tushadigan savollardan biri. Xo'p, bizning 5 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Samarqand, Termiz, Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'onadan reyslarimiz to'xtovsiz haftasiga 4 tadan qatnaydi har bitta viloyatdan. Har bitta viloyatdan 4 tadan reyslar bor. Shunaqa. Saudiya Arabistonda qaysi nimasiga uchadi? Jiddagami yoki Madina Munavvaragami? Ikkitasi Madina Munavvaraga uchayapti, ikkitasi Jidda shahriga uchayapti. Ya'ni Madina Munavvaraga uchish imkoniyati ham bor, undan tashqari Jidda shahriga uchish imkoniyati ham bor yurtdoshlarimizda. Xuddi shunday. Yurtdoshlarimiz ko'p kutilmagan holatda dekabr oyida, misol davlat ishlaydigan holda ko'pi otpuska oladi yil oxirida. Shu oilaviy umra safariga boraman deb kutib turgan do'stlarimiz bor. Kommentariyga yozib ketishibdi, o'tgan safar ko'rib qoldim. Biz 5 kishimiz oilaviy umra safariga boramiz, niyat qilyapmiz. Narxlar necha pul bo'lyapti deyapti. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Xo'p, dekabr oyi narxlarimiz 1100 dollardan. 1100 dollardan chiqqan. Xuddi shunday. Bu necha kunlik umra safari aka o'zi? 14 kunlik umra safari. Qarang. 2 kecha 1 kunduz Madina Munavvarada bo'lishadi, 11 kecha Makka Mukarramada bo'lishadi. Ya'ni Madina Munavvara va Makka Mukarramada bo'lish imkoniyati bo'ladi bular. Xuddi shunday. Inshaalloh 2 kecha to'liq turishadi, 1 kunduz. 3 kun hisoblanadi. Makka Mukarramada 11 kun to'liq turishadi. 11 kun to'liq. Keyin o'rtadagi soat qolib ketyapti-ku 14 kun bo'lmaydi. Bari 14 kun o'tmaydi. Chunki 2 kecha Madina, 1 kunduz Madinada bo'lishgan hisobiga где-то bir 14 soat, 13 soat vaqt aqaba qolib ketyapti. U yo'l hisobi. Yo'l hisobi va borib kelish. Borib kelish, misol samolyotda uchish vaqtlari 5 soat, 6 soat aqa, 5 soat, 6 soat baqa, hammasini hisob-kitob qilingani 14 kunda yuzda bo'lasiz. Ya'ni 2 haftada o'zlarining uylarida bo'lishadi. Xuddi shunday. Xudo xolasa Saudiya Arabistonning sharoitlari haqida ham yurtdoshlarimizga jichcha ma'lumot berib o'tsak. Xo'p, bo'laman sizga to'liqroq qilib ma'lumot berib o'tib ketay. Bizda Toshkent, masalan Toshkent, Madina, Toshkent, Jidda o'shdan boshlaydigan bo'lsak, Madina Munavvarada 2 kecha 1 kunduz bo'linadi, 300 metr orada gastinisamiz bo'linadi. 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi. Malakali 50 yoshlarimiz, rasmiy diniy idoradan berilgan 50 yoshlarimiz birga borib birga kelishadi. Chunki rasmiy diniy idora demoqchi bo'lgan sababi masjid lisenziyaga ega bo'lishimizdan oldin o'zining qat'iy qarorlari bo'lgan. Misol, o'sha narsaga qo'l qo'yib, masjid lisenziyadan olib chiqilgan. Olib chiqilgan aytilganki, rasmiy diniy idoradan 50 yosh olasizlar. Ha, xo'p, olamiz. Chunki har bitta reysimizda rasmiy 50 yosh ketadi birlashib. Endi Makka Mukarramada, Makka Mukarramada esa 1,5-2 kilometr orada gastinisamiz bo'ladi. Undan tashqari 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Malakali povurlarimiz bu yerdan ketib ishlashyapti. Qachon hojonalarim kelar ekan deb inshaalloh. Undan tashqari Madina Munavvarada, Makka Mukarramada sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Qizil dengiz, Hirol, Muzdalifa, Xurmo bog'i, Qur'on zavodi, Qizil dengiz, atir zavodi, misol eng uzoq bordigan joylarni to'xtab gapiryapman. Nimaga? Bu misol 900 dollar qilib narxda bularni olib qo'ysak bo'lardi. Misol. Bu aytayotgan narsalarni katta mablag' talab qiladigan sayohatlar. Misol atir zavodi katta sayohat talab qiladi. Chunki Makka Mukarramadan hududdan chiqiladi. Masalan, 50-60 kilometr uzoqlikda chiqib sayohat qilib, yana bir marta qaytadan umra qilish imkoniyati bu. Misol, miqotdan chiqasiz tashqariga, ehromlarga burkangan holatda yana o'sha 50 yoshingiz bilan birinchi marta umra qilgandek qilasiz ikkinchi umrani. Bizda shu eng katta bonus bitasi shu. Qizil dengiz, o'zingiz ham borgansiz bilasiz qancha uzoqlikda. U ham mablag' talab qiladi. U ham shu paketning ichida inshaalloh. Qizil dengizi ham bor. Xuddi shunday. Ya'ni Centrum Holidays kompaniyasidan borsa ham ibodat, ham sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Xudo xolasa. Do'stlar, to'liq ma'lumotni olib berdim degan umiddaman. Akam nomerlarini, ya'ni ishchilar nomerlarini ekranga yozib ketsa, xudo xolasa
Telegram, WhatsApplari ham bor dishdi. Aka, qo'shni Tojikistondan, Qirg'izistondan, Rossiya Federatsiyasida ishlab kuzatib turgan do'stlarimiz ham borda. Bular ham aloqaga chiqsa bo'laveradimi? Xo'p, Telegram, WhatsApplarimiz 24 ga etdi ishlab turibdi. Call center bolalarimiz ham bemalol aloqaga chiqib turishibdi. Qachon foydalanadi telefon qilar ekan deb. Bizda ish vaqti ertaman soat 6 dan kechki payt 12 gacha. 12 gacha. Har bo'lsa bemalol aloqaga chiqishsa bo'ladi. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa viza bilan qabul qilaverasizlar. Bemalol qabul qilaveramiz. Bo'ldi, do'stlar, to'liq ma'lumotni olib berdim degan umiddaman. Kommentariyaga inshaalloh tez kunda bizga ham borishni nasib qilsin deb yozib ketgan odamga inshaalloh bu yil o'zida umra safariga ota-onalari bilan, ya'ni oila a'zolari bilan borishni nasib qilsin deb qolamiz. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.